أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، biz yuqorida Alloh subhanahu taoloning fazl ihson va inoyati bilan ustoz Abdulvahab Xallobninki ilmiy usul fiqh degan risolasini o'zida darsimizni davom qilgan bo'lib, buningdan uchinchi qism Qavoid usul al-lug'aviyya, Qavoid usuliyya al-lug'aviyya degan shuning o'zida mushakil to'xtab qolgan edik. Shu aning o'zining yana darsimizni davomlashtirishimiz. Ee, Bu ustoz deydi: وعلى هذا فالقواعد والضوابط التي قررها علماء أصول الفقه الإسلامي في طرق دلالة الألفاظ على المعاني، وفيما يفيد العموم من الصيغ، وفيما يدل على العام والمطلق والمشترك، وفيما يحتمل التأويل وما لا يحتمل التأويل، وفي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفي أن الأطف يقتضي المغايرة، وأن الأمر المطلق يقتضي الإجابة، وغير ذلك من ضوابط فهم النصوص واستثمار الأحكام منها، كما تراعى في فهم نصوص الشرعية، تراعى في فهم نصوص القانون المدني والتجاري وقانون المرافعات والعقوبات وغيرها من قوانين الدولة الموضوعة باللغة العربية طبقا للمادة 149 من الدستور: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية. Bu qoidaga binoan yuqorgi mushu qoidaga binoanki, masalan, mukallafni taklif berishninki durust bo'lishi bir qoida qonun bir qurilmaga mukallafning mushu qoida qonunni tushunish imkoniyatiga ega bo'lsuludu. Agar uni tushunmagan narsaga taklif berish durust emas degan bu qoidaga binoan Kavaid ve zabıtlar ki yani tarmak meselerini öz kontrollü asılı alıdığan kaideler ve zabıtlar ki onu usul İslam fiqhi usul ölmaları urullaştırgan. Buna binaen kaide ve zavabit ki urullaştırdığı kaidelarını İslam fiqhi usul ölmaları bekitti. Nime de mesela lebzlerinki bir manani kuruşunki yolları da lebzlerinin bir manani uqturuşunki turuqları da qandaq qay shaklda uqtirdi degandek, masalan, المطلق يجب أن يجري على إطلاقه، والمقيد يجب أن يجرى على تقييده وغير ذلك. مثلا نحن قايلة varmış. Manalarını, lebzlerini uqtirish yo'llaridagi islom fiqhi usul o'lmalari bekitgan mushu qoida va davobit va siyg'lardan umumni foyda yetkazgan narsa haqida va umumni va omni va mutlaqni mushtarakni uqtirgan narsalar haqidagi islom fiqhi usul o'lmalari taqrir qilgan qoida va zobitlar ta'vilga ehtimol bo'lgan va ta'vilga ehtimol bo'lmagan va shuningdek chuqum ibrat degan labzning umum bilan bo'ladi emas, sababning xusus bilan emas deganga o'xshash.
Bu şunun çokum etsi degan ço bir o'xshashmaslikni talab qiladi. Bir narsani biz etdi qildi deganlikni o'zi ma'lum bir farq bor demakchida. Bu vaqtga mutlaq amr vujudni talab qildi, ijobni talab qildi. Yo'ng'ishish. Ondan boshqa nurg'un nasni tushunishning zavobitlaridan u naslardan ahkamni foydalanish istismor qilishning undan bo'lgan bunun o'xshash. Masalan, qandaqki rioya qilinadi shar'iy naslarni tushunish jarayonida shar'iy narsalarni tushunishga rioya qilingandek rioya qilinadi fuqarolar qonunning naslarini tushunishda ham rioya qilinadi. Nimaga desa masalan uning dalolati am nuqtaram bu mutlaq mushtarakmi taviliga ehtimol bormi yo'q atbi degan mug'ayirani talab qiladi amri qandoq mutlaq bo'lsa ijom taqozo qiladi agar birda bir qarin bo'lsa u ijobdan u boshqa tarafga qaytaryotidi nad ibohat tajiz tasviya ta'dib tahqir va hokazo degandek masalan o'xshash qandaqki shar'iy narsalarni tushunishda rioya qilingan o'xshash rioya qilinadi fuqarolar qonunni tushunishninki qonunlarni naslarini tushunishda ham rioya qilinadi. Tijorat qonunlari, davo qonunlari, jazo qonuni va onundan boshqacha arab tilidan qo'yilgan davlat qonunlaridan boshqa va boshqalarni o'zimicha buni tushunishga alohida rioya qilinadi. 149 moddaga asosan masalan dosturdinki qanday dostur islom Misrniki ayni vaqtda shu nemiz shundoq ekanda 149 moddadagi bu dostur islom bo'lsa davlat dinidir arab tili u davlatniki rasmiy tili degan o'xshash masalan mush qonunning o'zidan shundan qanday holda umum chiqadi qanday holda mutlaq bo'ladi mushtarak bo'ladi tavil ehtimoli bormi yo'q u bu degan o'xshash mush ahvollarda qandaqki shar'iy narsalarga tushunish ko'ngil bilgandek buni ko'ngil bilish lozim ko'ngil bilinadi deydi ولا يقال إن بعض هذه القوانين معربة عن أصل فرنسي واضع هذا الأصل ما عرف أساليب اللغة العربية في الفهم ولا قصد أن تفهم مواده على وفقها لأننا نقول إن القانون الذي كلفنا به صيغ باللغة العربية واعتبر صادرا عمن يفهم الأساليب العربية ولا يستقيم التكليف به إلا إذا قصد فهمه على وفق أساليب اللغة التي صيغ بها ولا عبرة بأساليب اللغة التي نقل عنها وعلى هذا إذا تعارض النص العربي وأصله الفرنسي ولم يكن التوفيق بينهما يعمل بمقتضى النص العربي لأن الناس لا يكلفون إلا بما يفهمون وهو ما نشر بينهم Değil misin ki çokum bazı bu kanunların bazısı Araplaştırılgan. Aslı Fransa kanunundan keyin Arap kelgan, Araplaştırılgan deb buna değil misin? Ve bu aslini qo'yg'uchi Arab tilini tushunishda uslubini tanımaygan adam bu asli qonunni qo'ygan adam bu asli Fransa bo'lgandan keyin Valla bu niminiço bu aslının maddelerini Arap tiliga uygun halda tushunishni hatta maqsad qilmaygan adam ham değil misin? Çünkü biz deymiz biz. Hakikaten biz taklif qilingan qonun buni Arab tilidan siyg'lashtirildi va Arabninki Arabcha uslubini tushundigan odamdan chiqqanligini e'tibor qilindi. Ve bununla
Ee, bu kanunga teklif beriş müstakim bulmaydı. Lekin şu kanunu düşünüşünü, şu kanun sığ tilninki uslubuga uygun onu düşünüş maksat kılıngan halda anandınkin o kanunga teklif beriş müstakim boludur. Rus bolan boludu. Enindin yötkelgen tilinin uslubunu fakat kata kılış yok. Çünkü o yötkelgene mesela asli Fransiya kanunu. Keyin o kanun ne boğan muarrab bulup Araplaştırılgan o kanunu. Bunuğa hech qanday qata qilish bo'lmaydi. Buning bilan qachon arabcha bir qonun bilan va uning tegi fransuz qonuni, Fransiyadan mustavrada qilingan, keltirilgan asli fransuz qonun ikkisi bir-birisiga to'qnashib qolib qolsa, ikkisining orasida bir nima qilishlar moslashtirish, bir-birisiga uyg'unlashtirish imkon bo'lmasa, arabcha nasl arabiyning taqozosiga amal qilindi. Çünkü insanla fakat yıllan düşündüğün nesinin özü teklif verildi. Ve o nesli mitteyse o düşündüğün nese baş insanla arasında gezit, jurnal, o bu radyo, televizyonun ibaret neşir kılıngan nes şuti. Aşla mesela biz bilalaydigan, okuyalaydigan aşı nesini teklif kılındı. Onda olgan eken bu qancha bu muarrab bo'lgan bo'lsa-mu, asli Fransiya qonunining arablaştırılgan bo'lgan bo'lsa-mu, ikkisi bir hukmda, bir da'voda, bir ahvolda bir-birisidan chetishib qolib qolsa, bir-birisidan taarruz qilib qolsa, bu qanday qilindi deganda, buningga nasl arabiyninki talviga Muş'un takazzası boyunca iş kılındaki boşun hüküm buludu. نعم إذا كان النص العربي يحتمل أن يفهم على وجهين وألفاظه تحتمل الدلالة على معنيين صاغ الاستدلال بالأصل الفرنسي على ترجيح أحد المعنيين واختيار أحد الوجهين كما يستدل على هذا بأية قرينة وإذا كان في أصول القانون الوضعي أو في العرف التجاري اصطلاح خاص بدلالة بعض الأساليب على أحكام أو بدلالة بعض الألفاظ على معان أو بإزالة بعض أنواع الخفاء بطرق خاصة يتبع في فهم مواد القانون ما يقضى به الاصطلاح والعرف القانونيان لا ما تقضى به الأوضاع اللغوية. Kaçanki Arapça tekst, Arap nas bunu iki bislik düşünüş ihtimali boğan bolsa bunun dalaleti iki managa ihtimal bunun lafzları bu lafzının dalaleti iki managa ihtimal keltirgan bu kalsa ondan Fransiya'nınki asli kanunen delil talep kılış buludu. İki mananın birisini tercih kılış binaen ve bu iki vecihinin birisini tallaş binaen bunu bir delil sübette, karin sübette asl bunu aslini onundan paylanış buldu aslidir. Qandaki yana asli Fransiya qonunlan ondan qarin sifatida istiloh qilish durust. Qandaki bunaqa qanda qarinlan bo'lsin dalil talab qilingan o'xshash. Yerli qonunning aslarida yoki tijorat, urf odat qonunlarining aslarida xos bir urf, xos bir isloh bo'lgan bo'lsa, uslublarning ba'zisiniki ahkamni uqtirishlar yoki lafzlarning ba'zining ma'noni uqtirishga xos bir isloh bo'lgan bo'lsa yoki maxfiylikninki turlarining xafoning turlarining ba'zisini xos bir yo'llar bilan u maxfiylikni lafzining ma'no bo'lgan xafoligini bir maxfiylik buni zoil qilib o'tishlan yoki zoil qilib o'tishga
xos bir isloh bo'lgan bo'lsa bunaqa agishildi nimaga bu qonun moddalarini tushunishda shu qonunlashgan isloh va urfning taqozosi bo'yicha taqozosiga agishishga bo'ladi. Əvəzilki yerlik qanunlar emas, aşın örpleşken ve örp ve ıslahki kanunluk olan örp ıslahınki talebi bilen qanday qilish bo'ladi bu xapanın türlerini zaylı qilib xas ıslahdan paylanışıq bo'ladi. Muşu cihettin ولهذا قرر علماء أصول الفقه أن الألفاظ التي استعملت في معان عرفية شرعية كالصلاة والزكاة والطلاق تفهم في النصوص بمعانيها العرفية لا بمعانيها اللغوية، لأن المقنن يراعي في تعبيره عرفه الخاص، فإذا لم يكن له عرف خاص يراعى العرف اللغوي العام، أو فإذا لم يكن له عرف خاص يراعي العرف اللغوي العام. Bunu bana usul fıkıh ulemaları şundak bekitti, karar kıldı ki nime de örf manisi de işletilgan şer'i mesela örf manisi işletilgan lebzler var. Salat, zakat, talak okşaş. Bunun için örf manisilen düşünülüyordu. Herkes lügat manisilen emez. Mesela salat desek bunun lügat manisi neyme? Dua. Eğer biz bunu da mesela akimus salah degenin üzüde bunu eğer şer'i ma'nilen düşünmey, örfi ma'nilen düşünsek, örfi ma'nisi dua olgan bolsa bir adam dua kıysa, bu namaz okumusun boludu, namazın ada olu degen gep çıkmalı da bu lügat ma'nisi barsa. Şuna bunun lebzle ki işletil bu lebzlerini şer'i örfi ma'nisi işletilgen lebzle salat, zakat, talak okşaş. Bunun için bununki düşünüldü bunu, tahmil kılındı bunu. Nesde onun örpü menslen, lügat menslen emez. Çünkü kanunshunos rioya qiladi de özünün ifadesi de u lebzinin çoğu demisini özün u lebzinki xas nemisini örpini, maşın bak, maşın kümül bölüdü. Kanunshunos kümül bölüdü özünün ifadesi de özünki xas örpü kümül bölüdü. Eğer onun için xas bir örp bulmaganda, xas bir örpü ma'nisi bulmaganda, ana umumi lügat ma'nisiga, lügat örpüge muşunga taynıydı, yoki shun kümül bölüdü. Eğer qachoniki buni xas ma'nisiga e'timod qilish mumkinlan bo'lgan bo'lsa, ashunga taynıydı. Mesela degandek salat dedik, o duo ma'nisilan. Asli dua demekçi de bununki lügat manisi. Zakat, zakat numu ve taharet degan ma'noda, keyingi isloh ma'nisi bo'ldi. Masalan, shu musulmonlar ustida farz qilingan zakatni o'zi shu bo'lgan bo'ldi. Bu shar'iy ma'nosi bu. Taloq ham shundoq deganga o'xshash deydi. Xo'sh, darsimizniki davomi keyingi soat bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.